Mana shu ko'rgazmalar zalini bitkizib, asosiy maqsadimiz shu o'z yog'och o'ymakorlik hunarlarini shu atrofdagi o'zimiz tumandagi davlatli mehmonlarga tanishtirish, o'z ijod faoliyatlarimizni namuna zali o'tdi. Mana shu zalda asosan qisman shu o'ymakorlik buyumlarini qo'yganmiz. Maqsadimiz shu ko'p o'ymakorlik buyumlarini yo'q bo'lib ketgan yoki bo'lmasa yangitdan qilingan ishlarimiz bor bo'ldi. Mana misol uchun mana shu qadimgi yog'och o'ymakorligida shu qadimgi kitob o'qish uchun lavhalar qilingan. Mana shu lavhalar yo'q bo'lib ketayotgan paytda birinchi bo'lib shu muzeylarga borib boshqa qilib 4 ta lavha yasab ko'rganman. Shu 4 ta lavhadan keyin mana hozir 12 talik, 16 talik yasashdi ustalarimiz. Qaytadan bu san'atni tiklandi, bemalol aytolmayman. Bundan tashqari mana misol uchun yog'ochga sadafni o'rnatish. Mana misol uchun oddiy bir eshikga mana shu eshikga o'rnatilgan sadaflarni bir muzika asboblarida ko'rib turib, men shu eshikni gullariga, mahobatli darvozalarga qilib ko'rsam qanaqa bo'ladi? O'ziga yarasha bir natijalar berdi. Shogirdlarimiz o'ziga yarasha bir chiroyli buyumlar yasashdi. Degan sadaflar o'rnatib ko'rishdi. Asosiy bizning kasbimizda men o'zim shogirdlarimga aytaman, hech qachon bir buyumni qaytarmagan ikkinchi marta. Boshqadan bir qanaqadir yangiliklar yaratish yaxshi ko'ramiz. O'yma sanduq bo'lgan emas, lekin sanduq bo'lgan. Sanduq bo'lgan o'sha qadimgi hattoki tuyalarga, karvonlarga o'sha charmdan qilingan sanduq bo'lgan. Nega charmdan desa, o'sha yog'ochdan qilingan tuyani o'tmay shilib qo'yadi. Yog'och bu charm yumshoqligi uchun tuya sanduqlar deyilgan, charmdan qilingan. Lekin xonalar bezash uchun o'sha o'zbeklarimiz o'sha bizlarni uzatayotgan boshqa seplarni joylash uchun sanduqlar bo'lgan, tunukalarni ishlashga hozir men o'zimcha bir o'ymakorlik bo'yicha sanduqni qilib ko'rdim. O'ziga yarasha bir chiroy bezayverdi, qiziqish katta bo'ldi. Shu ayvonimiz 1 soatda yechiladi. Mahyo kelasiz, 1 soatda yechiladi. Oborib o'rnatish 1,5 soat bo'lishi mumkin, 1,5 soat. Bemalol yechib, oborib o'rnatiladi. Buni ko'rganlarga yechib oborib, haqiqatda joy qo'ygan joylarimiz bor. Endi buni hammasi yong'oqdan qilingan, o'ziga yarasha jozibali, mana o'rtasida o'sha gumbazlar bilan qilingan, mana shu o'rtaga markaziga o'sha handallar o'rnatiladi. Mana bitta fantaziyasi o'sha yuqori markazdan olingan, gullar tushirilgan fantaziyasiga. Fantaziyasi ham o'ymadik. Bular hammasi yong'oqdan qilingan. O'ziga yarasha zarurlik shu ish. Mana bu so'rinlar, mana 10 kishi o'tiradigan so'rinlar bemalol ularni hisob-kitob olingan. Xon taxtalar qo'yilishiga, ko'rpachalar, yastig'i suyanib o'tirishiga shunga mo'ljallangan so'rinlar bo'ladi. Bular o'ziga yarasha bir yuqori qiziladigan to'rga o'tirilgan to'rga yuqoriga chiqadigan o'shanga maxsus e'tiroflar bilan qo'yilib, o'sha yuqori to'rligini bildiradigan naqshlar bilan qilingan. Hozirgi paytda zamon talabiga muvofiq mana bu buyurtmalar berishadi. Mehmonxonalarga, zallarga qo'yish uchun mana shu qarang, sadaf bilan ishlangan stol ustunlar sadaf bilan ishlangan. Mana shu ustiga o'sha qizdirilgan oyna qo'yilgan. Bu oyna bemalol ustida ishlatsangiz bo'ladi. Choy qo'yasizmi, ovqat qo'yasizmi, bemalol dasturxon yozmasdan turib, mana o'zi dasturxon naqshlari. Shundan foydalansa bo'ladi. Chiroyli. Bunga ham endi buyurtmalar bo'ldi. Bu shunga asosan muzeyimizga qo'l qo'ydik.